Agar farzandingiz bir xillikdan zerikib, nonushta paytida injiqlanayotgan bo'lsa, shu 2 dona banandan tayyor bo'ladigan nonushtani tayyorlab bering. Chunki injiq bolalar ham maza qilib tanovul qiladi. Birinchi navbatda bananni to'rab bir chetga olib qo'yamiz. Idishga tuxum bilan shakarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa o'simlik yog'i bilan sutni qo'shib, aralashtirishda davom etamiz. Eng oxirida un solamiz. Faqat e'tibor beradigan narsa shuki, massa bir xil holda bo'lishi kerak. Hech qanaqa qumaloq bo'lishi kerak emas. Demak, massa bir xil holga kelgandan keyin sal qizigan tovaga sariyog' suramiz va ketidan shakar sepib chiqamiz. Ta'bga ko'ra ozgina ko'proq shakar solsangiz ham bo'ladi. Keyin esa xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, bananni terib chiqamiz. Bananni terib bo'lganimizdan keyin tayyor massani ustiga quyib, olovni pasaytirib, ustini yopib, kamida 10-15 daqiqa davomida tayyorlaymiz. 15 daqiqadan keyin ustini ochib, teskari tarafini o'girib, yana ustini 5 daqiqaga yopamiz. 5 daqiqadan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali nonushta tayyor. Ta'bga ko'ra bezatib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!